Vishildoq oqqush. Oqqush o'zining nozikligi va oppoq patlari bilan ajralib turadigan suvda suzuvchi yirik qushdir. Bu qush zaifga yaqin, uchib o'tuvchi va ayrim joylarda uya quruvchi tur hisoblanadi. O'zbekistonda Amudaryo suv havzalarida uya quradi. Qizilqum cho'li va Buxoro viloyatidagi suv havzalarida qishlaydi. Asosiy to'planish joylari Sudoche, Xadicha va Dengizko'l ko'llari hisoblanadi. Dunyo bo'ylab esa Yevrosiyoning shimoliy qismlarida uyalaydi va qishlash uchun janubiy hududlarga uchib o'tadi. Tasvirda ko'rinib turganidek, uning bo'yni uzun va S shaklida egilgan bo'ladi. Tumshug'i esa qizg'ish rangda bo'ladi. Ular asosan suv o'simliklari, mayda suv jonivorlari bilan oziqlanadi va juftiga juda sodiq qush hisoblanadi. Suv havzalarining ifloslanishi va ularning kamayishi oqqushlarning yashashiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun ularni himoya qilish barchamizning vazifamizdir.